dövmeydi ha. Ne yer öyle. Sazanı yiredi başka balık mide balık. Ma qarang bir de ana şu ortasından bir çertek yasaş gerek. Ulan su ortasında kal. Çertek yani kışına. Ortadan tapşan zetet ne soladı İvan'da. Dur dersen. Dem aladım ama. Ortasına var iyi yazın günü. Xudo qalasa. Bizlere mola yani bir syomkaga ishlab shuda olsak mı ki ya da mana hop ne bilan. Bahadır Sabirov koy ne temelde bir yanım işe de şu. Ola kana kalkıp elini meydanı yüvele respiydi. Bana yine bana oğul hey. Balık az. Balık çıkıyor bir ton. Yine öyle işine uçup balık işi. Sazan. Sazan iksesinden yepme. Sana çıkması yok he. Ziyet kalmıyor. Açtı bu. Kelle çektik mi? Kırsettiler mi? Deme tezlesin bana yaşasın. Yanına bahane indirip kaçalım. Böyle çonkur uçtu abi ha. Aha. Soyağına top ne? Maya qara, durib berib duradi ona ham doğru mu kışına? Bitta su açmışsın mı bir yere? Bir de bal koyup mu da? Ahvalini. Assalomu alaykum. Xorazm kanali obunachilari. Sog'lom yaxshilar. Xudo xolasa bugun delekat tashrif loyihasini havollaringiz bo'lsa, shu yerda 600 ming so'mlik qarmoq pilis o'ktam ekamadi. Suv tom bo'libdi beri hurmatli obunachilar. Shu dacha shu. Bu tarafdan ko'rsatsang, donadilar bu dachani. Şu yerde karmakta şey. Suv tamam bo'libdi bu yeri. Bu havuzun ortasında hurmatli obunachilar. Haqiqiy bir dam olib o'tirib dam oladigan joy. Bize Xudo xolasa niyat etmedik. Xudo xolasa bu hofizlar bilan shu yerda bir obunachilaring kayfiyati uchun shu yerda bir syomka etamiz. Deb shuni bugun Xudo xolasa nesini gurmaga keldik. Falanlaştırib. Qani yerinde otursak destek bo'ladigan deb. Hammasidan ham qiziqi hurmatli obunachilar. Biri e'tiboratli qarasangizlar o'rtadan bir. Kichkina abontiribdi oblushkasini uradingmi? Endi bu yerda bu yoz yoni bu. Buni biz otdingmi? Nima qarasang? Tapşanma. Oy. Yashang. Kaç. Qishin ham o'tirmagam dahshat. Edim dahshat joy. Yazın akı dımcıl oladı be. Yozin ham dahshat. Mana qarang, yine bu qamashligi ishon bu. Yine bu qamashligi hech o'zi yo'q yine o'rtasida. Ben barazım getirip sana. Obunachilarim hezak etdan buni. Eng? Yaxshi. Obunachilar bu buni o'zini geçti bu. Haqiqatdan ham. Şu o'tirishi şu zeketini Yine balık kırasa. Eski. Yeri şakara. Başkaça uzun bunu. Yok Ah balık uçtu. Şöyle ha. Vallahi. Başkasını bilmem ben gidip batırma şeylere birilere çünmedim ben. Obunachilar bunun geçtiğin olmadı. Ben bunu teriflep olmadı. Operator göstereyim onları. Buna en bir az su az kalıp yani balık işi de kaldı bolganda da. İbanları çöl layım onu dedi. Ne kapıt yine bir. İşi de alamızda falanlaştılar işte. Balık yiysem zor geldi tuttu ha. Tabiat. Manzara. Min anonimli videolardan faydası yok. Bunun üzerine obunachilar bor. Delegat tashrifi hazat buyuradi. Delegat tashrifi hurmatli obunachilar. Nasib bo'lsa endi bir loyihani bitirdik. Endi Xudo xolasa delegat tashrif ko'paytiramiz. İnşallah albatta size bugungi delegat tashrifi hurmatli obunachilar 1000 like da o'tirsangizlar
inshaalloh xudo xolasa chiroyli bir bundan ham zo'ratib dalaga tashrif olib boraveramiz. Albatta biz so'ragan narsalari inshaalloh qo'llab-quvvatlab tursangizlar, dalaga tashrifni zo'rlarni olib boraveramiz. Torpaqqa ham borishimiz mumkin, hurmatli obunachilar, dalaga tashrifi. İnşallah xudo xolasa. Ey Bektem aka. Agar obunachilar bugun dalaga tashrif loyihamizni 1000 like'da bitirsa, ertang Torpaqqa xudo xolasa dalaga tashrifga ketamiz. Bayağı balık Qishloq hayotini, turmush tarzini, başka bir gerekli joylarni xudo xolasa chiroyli etib syomka harakat etamiz. Ne dedim Eshon bu? Bayağı kadar birisi balık dedim, zor joyi boşanda da. İyi, onda doğru. Bende bitta yer var endi haberladim yerege. Nede? Köl berecekler. Bir deme. Ama bir anda açıladım. Açılın. Açtık falan. Hı hı. Ben bir reklam etmeseniz zor olur. Ha bo'ldi, tamam, gap yo'q. Yine hurmatli obunachilar, как раз yumushi chekib dacham etib bo'ladi axir. Oh. İnşallah İçinde qoldirib. içinde mesem 5-10'da dediler. Necha gektar bir? 2 hektar. 3 gektar mı? Arenda berasiz uni. Ha. Her oy moya, her sezon ama. Siz ona oymaya mesela. Shuni aytaman axir. Ay may be. Yılına. Yilini. Mana qarang siz ayanda bizagingizda suv muammoli, boshqa muammo bo'lib, Ama yok. tok- to'kib olib borib berasiz. Nasıl zanam kurup veremiz. Nasıl ham ko'p berasiz, to'kib olib borib berasiz. Kontkeni basat. Ha, ana shularni ham tushuntirib bersangiz bo'ladimi? Undan keyin odamlar. Sandorlardan kuruladı indi onu balıkçılar biledi. Hmm. Tozalap turadilar. Teydek acı suv üminin bo'lmaydi. Acı suv çıkıp ketadi. Toza suv ondan oladi. Ha. Sandor deyiladi onu. Ana yem sepadan vejlan qurib bersak. Endi onu o'zlari oladi. Ha, o'zlari olamoqlar. Bu yil endi xudo xolasa daromad nechik bo'ldi baliqdan? Rahmat yaxshi. Yaxshimi? Ko'pincha men malok baktım bu kölde. Navdenu? Malyok deni endi bu ya Tavak. chavoq deni. Yine Ya chavoq yetishtirib berasiz. yetiştirdik ama. Oyda bo'ldimi? Hadi. Neden bo'ldi biltir? Bir seyir ak balık 35 bin son oldu. Kilosi. Kilosu. Chavoqi. Necha gramliki 100 gramdan 200 gram aldım. bor ichida. Bayağı ya diri de verdi. Bu kadar plasma çeken kubu. Ene bir diri verdi bu adam da ona. Diri de böyle Ha, kalmam. tushirtirmay kamera. Ha, 100 gram 200 gram acha bo'ldi. Sozarlar ne? Pazarlar 30 gramdan 200 gram aşağı oldu. 30 gramdan 300 gram açarlar. Ular neden buldu? Ulan 50 bin oldu başkeyin 80 bin sondan ama aldık. Konuşalar. 1 kilosuna 300 tane giradi. 5 tane giredi 200 gramdan olsa 150 gramdan olsa 7-8 tane giredi. Giradi. O'zi asosiy qonun qoidasida necha gramdan tashaladi uni g'ovuza. Чтобы yuzaga bir yuzingiz yetadi-ku masalan, ishinchalar bo'lib borasan sanda. Şu 150 gram 100 gramlık balık bize kadın 2 kilo 3 kilo boladı. O 100 gramliki. Yaxshilab baqsang. Yaşara baksa yani. Yaxshilab 100 gram Mazal yemleri var. var. İran'dan yaptırdım. Ha, shuni bersang. Hem yana bir narsadan ishi baliq Alaska ho'da biyda ensasi to'mpayib chishgan, so'yasan yo'q deyim, yo'g'ay samirib ketgan, lekin temi yo'q u chekki. Uni evvelki deyim mesela biz yani zekeshdan bosib tutadigan vaqtda qo'llaringa shiyrasi yopishib yotadi goh baliqning. Uni ham o'zini ashun chekka ketadigan bir yemlari bormi dejekmi? Yok. Yemi tüm üstlerimizde köp verirler ama. Yani semirtirjak bo'ladi. Şundan da o ense boylap yani yok boylap gider. Ha, o'zini holati bilan yurmaydilar. O yüzü 2%dan berk basa günlük nesini yemini mesela bir tonna balıka 20 kilo yiyor. Şunda normal üst paradı. Dumanı yoğlam olmaydı. Normal balık. Mana qarang yangi bajak yeringiz, ijara bajak yeringizni bog'liq sir sanoatdan ham ketasizmi? Ha, konsultasyon besplatno olur. Ha, şu o'zingiz masalan shunda Görüp bilip. yine qolib masalan, yine bu cho'l o'zingizki, ikkinchisi arenda berjakingiz bo'lsa, shu o'zingiz neni o'tib borsangiz shu qo'ng'ishi ham shuni tavsiya etib tushuntirib borasiz. Ha. Şimdi bunu kışta ne yazda eklep duruş gerek, hululap duruş gerek 15-20 günler. Balık. Ishtami? Yok. Yo'q, yozda. Kasallik, qizilqanot. Şimdi bu köller taze köl olgandan keyin unchalik shart emas. Iminin köne köl olsa, nesini net duruş gerek. Qarasana. Endi ish cho'li hozircha ishining bo'lishini necha yil oldi buni xudo xolasa? Men shu holatga kelganman. Yalgalamasa 6 yıl mı 5 yıl oldu. Ishida ish baliq boqib o'tirganimizda. Şimdi bir yıl
Tecrübemiz yok edip öldürdük. İşte dolaştırdık. Şimdi aslında bir geldi net olsun. Tecrübe aldığınız kadarçı. Ana hurmatli obunachilar, agarda baliqchilikqa qiziqaman degan obunachilarimiz bo'lsa, xudo xolasa chiroyli tarzda sizlarga qo'llaridan kelganicha o'zlari qilib turgan baliq boqib turgan sistemalarni, sir sinoatlarini deganning hurmatli obunachilar qo'llarimizdan kelgancha o'rgatib boraman. Qudrat o'zi hospital bilinman uka. Aytib o'tavadilar. Hurmatli obunachilar, hali u ko'l tayyor emas. Uni ashtirib, so'ttiraman dedilar. Bu vaqtam kelasan xudo xolasa dedilar, bir ko'rsatib berasan dedilar. İnşallah xudo xolasa. Ana hurmatli obunachilar, endi bir narsani aytamiz. Xudo xolasa, Eshon buva endi bu yana dam olish bo'ladi axir. Endi xudo xolasa qidirishmi bo'ladi, dam olish bo'ladi, qishda nima bo'ladi boshqa? Nasib bo'lsa xudo xolasa bir ko'pchilikning nazaridan joy oldi bu ko'nglimdan. Biring prosmotrov 70 ming o'tib ketdi. Hakikaten ham bire ihtiyacı obunachilar bir gelamiz desa yo'q demezsiz. Tamam. Oturamiz şöyle bir teşkil etamiz deseler. Bemalol şimdi bahardan suvunu doldurup netemiz. Kayıp baykalana kaptamız. Baba bir dam olish uchun ben nelar uchun gelib gitdi. Motorlarımız var, hili top değil daha. Ha. Tamam sara oladi. Ola gelsen ham bir xizmat qidiradi-da. Ava. Bakana endi shunday bir sharoit yaratib bersangiz ham sara oladi. Şimdi şunu yola koyamız da. Ana hurmatli obunachilar, albatta ko'pchilik don edi biri. 600 ming so'mlik qarmoq pilis o'ktam ekan, ben joyim yur shu. Hali kino ichdingizmi bir de o'ktam ekan bilan, yaqada o'ktam ekan o'sha ko'ydi. Yana bo'lsa endi bu yo'rtayan nelar uchun bu? Yok bildi. Aqaya qishda. Karal tamam. Qarovxona. Aynalar ham boy chichini. Buna qarang. Oydan tutib turibdi shunda bu, ha? Shunchalik suv olsan ham. Şurada adamlar gelmiyor. Şurada duruyor. Shuni aytaman ham. Endi kanamini o'ng'arib, nechta yor ekan, qurab bersangiz, endi qarmoqda qalaqdan beri daxil. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, bugungi delegat tashrif loyihasini 1000 laykdan o'tirsangizlar, xudo xolasa ertang To'rpaqqalada xudo xolasa chiroyli tarzda delegat tashrifi sizga xudo xolasa kutmagandan ham bir boshqacha bir zo'r etib olishga inshaalloh harakat etamiz. Qo'llab-quvvatlab maksimalniy podдержка uramiz. Chiroyli layklarga bosamiz, tarqatib qo'yamiz delegat tashrifi. Sog' omon bo'linglar.